Chetdami? Xudoyim taoloning o'zi shifo bersin xo'jayiningizga. Alloh taolo shifo bersin. Payg'ambarimiz janob Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummatlari hech qaysi kasal bo'lmasin iloyim. Hammasiga Xudoyim taolo shifo bersin. Jonlaring salomat bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar. Ha, laganini olib ketaman-da. U hovragiga berishim kerak edi. Jonlaring salomat bo'lsin aka, ko'rmagandek bo'lib ketinglar. Balalaringga bosh bo'linglar aka. Xudoyim taolo umrlaringizni, rizqlaringizni ulug' qilsin. Martabalaringni baland qilsin. Alloh taolo o'zini namozlarida qoyim qilganlardan qilib qo'ysin Allohim. Ko'rmajaring sog' salomat yuringlar Allohu akbar. O'zingizni yaxshi ko'rmaysiz ekanda, bo'lmasa. Alloh xudo. Uyda hamma namoz o'qiydi, men o'qiyman. O'zingizni yaxshi ko'rmaysiz ekanda, bo'lmasa o'zini yaxshi ko'rgan odam namoz o'qiydi. Oxiratda jannatdan umidi bor odamlar namoz o'qiydi apa. Bo'lmasam yarim yalang'och yuraveradi. Og'a, birlikda ketyapsiz. Ha, xudo xolasa shunaqa. Nasib qilsa yaxshi yetib boring. Amin, amin, amin. Yaxshi bo'lib Amin, amin. Nasib qilsa umuman yaxshi bo'lib ketsin. Amin. Qo'qonliklar, Avg'onboq ko'chasidanman. Hop. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Xudoyim taoloning o'zi kasallarimizga shifo bersin. Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisizlar? Alloh taolo shifo bersin. Hammaga shifo bersin Xudoyim taolo. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar o'zbegim, yorug' dunyo turguncha turinglar.